2014-yili umra safariga borganimda o'sha Madinada bir gid bilan tanishdik. Yaxshi yaqin bola ekan, o'ziga to'q, tinch, magazinlari, nimalari ham bor. Shu bola aytadi, uylanganim yo'q hali deydi. Nechiga kirdingiz desam, 76-yil. Teng ekanmiz. Menda 3 ta farzandim borsam, biz hali uylanganimiz yo'q deyapti. Nimaga desam, chunki men uylanadigan qizlar 30 kilolik tilloli qizlar deyapti. Mahr. Endi 30 kiloni hozirgi so'mga pichsak, grami 400 ming deyin. Oddiy oz, pasamaz. 400 ming deb piching. 30 kilosini nech pul bo'ladi desa 12 milliard. Tasavvur qilyapsizmi? 12 milliardga xotin kelyapti-da. Ularning mazhabida mahrni ko'rmaguncha domla nikoh o'qimaydi. Kim 12 milliardlik xotinni uradi ayting? 12 milliardlik xotinni urib bo'ladimi? Ketib bo'lsa ketdi. Xonavayron, kapangado. 12 milliardlik xotin kasal bo'lib qoldi, dadasi o'zi pulingiz yo'q, o'zim tuzalib ham olaveraman. Isiriq olib kelmayman, qilsam tuzalib qolaman. Men isiriqqa tuzalaydigan qizman. O'lib qolsa 12 milliardga zararli yurdim, qo'yarda qo'ymay olib borib, o'zi u dadasinikiga ham jo'natmaydi kasal bo'lib qolsa.